Perevaldagi eng katta buket faqat mana shu joyda sotiladi. Rosa tog'ga chiqqaningizda lola olishda va lola tanlashda adashmang. Adashmasligingiz uchun aytyapman buni. Lolani ham turlari bo'ladi o'zi. Tezkir lola bo'ladi, shag'al lola bo'ladi, qor lola bo'ladi, tez o'ladigan lola bo'ladi, ko'p turadigan, haftalab turadigan lolalar bo'ladi. Biroz adashmasligingiz uchun aytyapman. Buketlarimiz mana prosmotr yozish uchun aytmayapman. Biroz gap, buketimiz 5 ming 50 minggacha bo'lib, 5 mingligimiz ichida 10 tadan ochilgan, 15 ligimiz ichida esa 10 tadan quncha, 50 mingligimiz zakasga bog'langan. 20 tadan ko'p lolasi bor, uzun ham quncha ham bezaklar qo'shilgan. Zakasnoyda endi zakas olamiz ham 100 minglik, 200 minglik tayyorlaymiz. Rosa sezon paytida tog'ga chiqsangiz, tog'dan qaytishda Pervalda birinchi tez tibbiy yordamni oldida Ro'zg'or to'g'risida do'konimiz joylashgan. Bonuslarimiz bor. Narxlarni aytib o'tdim, lekin bu sotilishi emas, kelishtirib beramiz. Bemalol kelsangiz